Dehqon bova, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hormang. Salomat bo'ling. Bu yil qanday bo'ldi 2025-yil? Allohga shukr, mana Alloh tizimi bilan mehnat qilganmiz, mana zardorlarimiz pishib qoldi. Eksport qilib boshladik. O'tgan yilgi ekkan ko'chatlarimiz mana Turkiyani Presse degan navlari ancha o'zimizda issiq sharoit iqlimimizga yaxshi ekan. Buni kelib chiqish o'zi Yevropadan kelib chiqqan. Mana 1 yillik hosilimiz 1 yil 6 oy, 1 yil 4 oy bo'ldi ekilganiga. Allohga shukr, mana tomchilash sug'orish qilib, bu yerlar bir cho'l joy edi. Shularni obod qilib, chiqishlarni ko'paytirib, mana bu tomonga sarimsoq, piyoz ekib, eksportyor bilan shartnoma qilib eksport qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha elga xizmat qilyapmiz. Qancha joyga sarimsoq piyoz ekkansizlar? 7 gektarga. 7 gektar. Mana katta mashina, yuk mashina kelgan, xudo xolasa hozirdan mana ko'rib turibsiz o'zlaringiz, ishchi ishlab, xudo xolasa bularni hammasini upakovka qilib Rossiya mamlakatiga chiqaryapmiz. Mana zardorlarimizni ham xudo xolasa ichki bozor, eksportlarga sotib boshlaymiz. Rahmat, sizlarning ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Yaqin yillarda, bu yil mana 1-yil ekan, xudo xolasa kelgusi yillarda bundan ham ko'p barakali hosil olishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat.